surasida o'zining xalifasi bo'lmish bu insonni yaratib va bu insonni hech qaysi bir maxluqqa bo'lmagan ixtiyor sifati bilan mukarram qildi. Biroq bir mavjudot ichida insondan boshqa mavjudot o'z ixtiyori bilan yashamaydi. Ular Alloh subhanahu va taolo shu mavjudot tirik mavjudotga yaratilgan g'ariza bilan yashaydi. Inson bo'lsa boshqa mavjudotdan mukarram qilingan maxluq bo'lib, bu maxluq ya'ni o'zining mukarramligi ixtiyor sifatida bu sifat bilan Alloh subhanahu va taolo insonga xitob qildi. Va shu ixtiyor sifatida berib ba'zi narsalarga buyurdi, ba'zi narsalardan qaytardi. Inson buyurilgan narsasining ichidagi eng birinchi, eng asosiy narsa tavhid. Bu tavhid, takror aytamiz, ubudiyat, Allohning o'zigagina sig'inishlikda Allohni vahdoniyatini isbotlashlik. Boshqa sifatlarda ham Allohning vahdoniyatini isbotlashlik bu tavhid ma'nosi. Lekin asosiy mu'minni mushriklardan ajratadigan sifat Alloh subhanahu va taoloni o'zi aytgan ibodat qilish. Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning ichidagi eng kattasi shirkdir. Shirk amaliga giriftor bo'lgan insonni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi va uning joyi jahannam, abadiy holatda jahannamda. Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatini isbotlagandan keyin, ya'ni yakka o'zigagina ibodat qiladigan banda bo'lgandan keyin, yoki boshqacha bo'layotganimizda Allohning yagona ma'bud ekanligini isbotlagandan keyin unga farz bo'lgan amallarning ichidagi eng birinchi va asosiysi namoz. Namoz boshqa farzlarning ustidagi asosidir. Namoz bilan boshqa farzlarning yana bir necha farzlari bo'lishi bilan birga namoz har bir mo'min kishiga va ayolga farz. Halovat yoshga yetmagan bolalarga namoz agarchi farz bo'lmasa ham ularni namoz o'qitishlikka biz ma'murmiz. Ota-onalar ma'mur bo'lishgan shu farzandlarini namoz o'qitishlikka o'rgatadi. Ayollar faqat uzrlik soatlardagina namozni o'qitishadi. Ammo namoz bulardan boshqa, ya'ni uzrlik ayollardan boshqa er kishiga, ayol kishiga, qari kishiga, yosh kishiga va hamda boy, badavlat va kambag'al kishiga hammaga farz. Namoz farz bo'lgan kishilar biror daqiqa ulardan namoz so'rab bo'lmaydi. Agar inson uxlab qolgan vaqtida, u turgan vaqtida namoz qazosini o'qiydi. Ya'ni bunda ham undan soat bo'lmaydi. Biz inshaalloh namozning ba'zi bir qiyin holatlarda o'zgarishligi haqida inshaalloh darsimizda to'xtalib o'tsak. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni hisob qiladigan amallarning birinchisi namozdir. Shu namoz savol javobdan agar inson o'tib ketsa, boshqa
imtihonlari inshaalloh Allohning izni bilan bo'lib ketadi. Ammo shu namoz imtihondan o'tolmasa, uning holi achinarli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini namozga buyurdi. Va aqimus salata va atuz zakata varka'u ma'ar roki'in. Ya'ni namozni barpo qilinglar, zakotni o'tanglar va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar. Varka'u ma'ar roki'in. Inshaalloh darsimiz davomida namozni barpo qilishlikka buyurilgandan keyin ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar degan so'z bu jamoat bilan o'talinishiga dalolat qiladi. Inshaalloh biz darsimizda o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolo namozlarda davomiy bo'lgan mo'min bandalarini Qur'oni Karimda maqtadi. Namozlarda xushu' bilan, tazarru' bilan Allohga munojat qilgandek o'zining his qilib namoz qilgan bandalarini maqtadi. Namozning maqsadini rioya qilgan mo'min bandalarini maqtab, ularning najot topganligiga shak shubha yo'q. Sa'id billah qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun. Mana bu birinchi sifatda mu'minlarning namozlarida qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mana bu namozlarda davomiy bo'lgan kishilarni albatta najot topganligini shak beradi. Ya'ni xushu' bilan namoz o'qigan kishilarning najot topganligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimda qayerda namozga buyurilgan bo'lsa, undan keyin zakotga buyurilgan. Lekin mana shu sura Mu'minunda qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun. O'rtada lag'dan yuz o'girgan kishilarni zakotni o'tashlik bilan namozni xushu' bilan o'qish o'rtasida lag'dan bosh tortgan kishilar sifatini qo'shdi. Qayerda namozni barpo qilinadigan bo'lsa, zakotni zikri yonida. Bu yerda xushu' bilan namozni xushu' bilan o'qishlik uchun o'rtada zakotni zikr qilinishligidan ilgari lag'dan yuz o'giruvchi bandalar deyishlikni vallohu a'lam ba'zi mufassirlar shunday tavsiya qilishadilarki, namozda xushu' bilan namoz o'qishlik uchun inson hayotida din dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar va amallardan pok bo'lmoqligi shartdir. Shuning uchun xushu' lafzining davomidir bu lafzdan o'tishligiga. Demak, bir kishi din dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar amallardan salohiyat bo'lolmasa, bu odam namozni xushu' bilan o'qiolmaydi degan ma'noda. Bu yerda ham namozlarda go'yoki yonma-yon keltirilgan. Islom namozga juda e'tibor beradi. Va namozni o'qishlikni qattiq talab qiladi. Tark qilgan odamni nihoyat darajada qattiq va'id bilan bildirdi. Qattiq va'id bildirdi. Namoz dinning asosidir. Namoz jannatning kaliti. Namoz amallarning eng yaxshisi va aytganimizdek qiyomat kuni hisob qilinadigan amalning birinchisidir. Har bir hayotdagi imtihonlar ham bir necha savollarni o'z ichiga olgan bo'lsa ham, lekin bittasi asosiy bo'ladi. Shu asosiy imtihonlar o'tishlik bilan boshqa savollardagi uncha javobning yaxshi
bo'lmasligini e'tiborga olish yerda shu bitta savol markazlashadi. Qiyomat kunidagi imtihonning eng markazlashgan birodarlar namoz. Shuning uchun mo'min kishi namoz qiyomat kuni namoz haqida savolga birinchi o'rin bo'lishiga istashlamoqligi. Har namoz o'qiyotgan vaqtida oxiratda hamma mol davlat, hamma qarindoshlar, hamma ota-onalar, hamma joylardan imtihon topshilayotgan vaqtimizdagi imtihonga tik turibman deb hisob olishmoqda. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu namozdan ilgari bir ranglari o'zgaradi. Savol qilishganlar aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo amonatni xohgan koinotni yerga ko'rgan qildi. Xohlar koinotni yer bu amonatni ko'rolmayman deb boshqardi. Ammo inson shu amonatni ko'radi. Mana shu amonat Alloh bergan beshvaqt namoz. Shu amonatni xohlar ko'rolmayman. Koinotni yer ko'rolmayman amonatni men bajarishlik uchun turibman. Shu amonatni o'zolmaymanmi yo'qmi deb ranglari o'zgaradi. Namozni barpo qiluvchi qilgan deb İbrahim aleyhisselam Halilulloh deb zot ham namozni barpo qiluvchilardan qilgan deb davomlashlikda bo'ladi. Namozni barpo qilishlik haqida shunchalik ko'rdilarki, İbrahim Halilulloh shu kishi ham qo'rqdi. Robbi ja'alni muqimmas solat. Meni namozni barpo qiluvchi namozni barpo qiluvchi kishilardan bo'ladi. Va namoz shunday amalki, zurriyotining har namoz barpo qiluvchi bo'lishligini, namozni barpo qiluvchi bo'lishligini Allohdan so'raydigan narsa. Robbi ja'alni muqimmas solati va min zurriyyati. Va shu duolarning maqbul bo'lishligini Allohga yolbordilar. Va taqabbal duo. Robbana va taqabbal duo. Alloh subhanahu va taolo Musa kalimulloh bevosita o'zi xitob qilgan Musa alayhissalomga vahiy soati kelganda, birinchi vahiy soati kelganda va anaqtaruka fastami' lima yuha innani ana Allohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata namozni barpo qilishlikka birinchi nubuvat vahiysi kelayotgan vaqtda buyurgan ulug' ibodatdir. Isa alayhissalom beshikda gapirgan vaqtlarda, chaqaloq bo'lib turgan vaqtlarda Rabb Ta'alaning kelajakda namozga vasiyat qilganligini ko'ramiz. Va al-soli bis-solati. Namozga meni Rabbim vasiyat qiladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tilovat qilishlikka buyurib, bevosita namozni barpo qilishlikka buyurdi. Utluma uhiya ilayka minal kitabi va aqimis solat. Islom namozni muhofaza qilishlikka ko'p ta'kidlar buyurdi. Alloh subhanahu va taolo xavf soatlarida ham, jang maydonlarida ham namozni barpo qilishlikka, muhofaza qilishlikka buyurdi. Faqat namozni o'qishlikka o'zgargan emas. Namozni muhofaza qilishlikka. Chunki inson tashvishli soatlarda namozni muhofaza qila olmaydi. Bizi davrimizda birodarlar, musulmonman, mo'minman degan kishilar namozni muhofaza qilishlikni salomatlik xotirjam vaqtida ham muhofaza qilishadi.
in khiftum farijalan aw rukban. Namozlarni muhofaza qilinglar. Xususan o'rta namoz. O'rta namozda mufassirlarning aksarlarini tafsirlarida asr namozi hisoblanadi. Asr namozi insonni dunyoga mashg'ul bo'ladigan soati va dunyo ishini oxiriga yetkazib qo'yadigan soati. Bir yo'li shu ishni bitkazib kelgan asr o'qiyman deb shunga shayton aldaydigan soat. Shuning uchun o'rta namozni, asr namozini muhofaza qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo alohida ta'kidladi. Va qumu lillahi qonitin. Va Alloh subhanahu va taologa qunut tazarrur bilan turishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar tashvish qilsanglar, ya'ni qo'rquv soati bo'lsa, piyoda yoki markabni minib turgan soatda namoz o'qiydi. Ya'ni jang maydonida musulmonlar agar markabni minib turishgan soatlari bo'lsa, shu vaqtda markabdan tushishlik, pastga tushishlik nihoyatda qo'rqinchli dushman ularni namozda g'aflatda qo'ymoqchi bo'lib turganligini ko'rsa, markabdan tushmasdan turgan namozni jamoat bilan o'qiladi. İnşallah biz namazning ba'zi o'qilish uslublarini darsimizda oxiriga qo'yamiz. Namoz iymon bilan kufr o'rtasida ajratuvchi shior. Namoz bilan insonni mo'min va kofirligini ajratadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayna rajuli va bayna shirki va kufri tarku solat. Kishi bilan shirk o'rtasidagi ajratib turgan narsa namozni tark qilishlikdir. Namozni tark qilishligi bilan shirk kufr tarafiga o'tadi. Namozni barpo qilishligi bilan shirk va kufr tarafidan salomat bo'ladi. Ba'zi rivoyatlarda al-ahdullahi baynana va baynahum as-salat va man taraka as-salat. Biz bilan namoz o'rtasidagi ularning o'rtasini ajratib turuvchi, ya'ni ular shirk va kufrdagi kishilar bilan bizlarning o'rtamizni, ya'ni mo'minlar o'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz. Kim tark qilsa kofir bo'ladi. Buni mana 5 ta sahihda shu rivoyat qilingan Ibn Hibbon va Hokim ular haqida. Nabi sallallohu alayhi va sallam namoz haqida shunday dedilarki, namozda man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan va kana yawm al-qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Yani ومن لم يحافظ من حافظ أكبر فيما من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أحمد بن حنبل بن الله عليه وسلم إن عظام sahih hadis so'zlarida keltirilgan. Ya'ni kim namozni muhofaza qilsa, unga namoz qiyomat kuni nur va hujjat bo'ladi mo'minlikka. Va qiyomat kuni najot bo'ladi. Kim namozni muhofaza qilmasa, unga uning nuri bo'lmaydi. Va uning mo'minligiga hujjati bo'lmaydi. Najot ham unga bo'lmaydi. Qiyomat kuni Qarun bilan bo'ladi. Qarun Musa alayhissalomning davridagi Musa alayhissalomning yo'lini qabul qilmagan dinsiz bo'ladi. Fir'aun bilan bo'ladi. Haman bilan bo'ladi. Haman Fir'aunning vaziri va Ubay ibn Khalaf bilan bo'ladi. Bu hadisning sharhida ulamolar shunday tavjih qilishgan. Tamam
شغله عن الصلاة ماله فهو مع قارون badavlat boy bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning bergan molini haqqini bermagan. Alloh subhanahu va taolo uni yerga yuttirib yubordi. Mol dunyosida. Qonun bilan bo'lishligi namozdan insonning moli davlat to'sgan bo'lsa, ana shunday qonun bilan bo'ladi. Kimni va man shaghalahu anha mulkuhu fa huwa ma'a fir'aun. Ba'zi kishilarni ko'rasiz, namoz o'qigan. Mana biz shu yaqinda hammamiz ko'rdik. Ko'pchilik buni ko'rgan. Namoz o'qiyapti. Lekin mulki biror bir martabasining baland bo'lishligi bilan namoz o'qiyapti. Shu mulkiga ishonib turib, martabasiga ishonib turib namozdan beparvo bo'lgan bo'lsa Fir'avn. Chunki Fir'avn shu mulki g'ururlantirib turgan. Nima uchun Alloh subhanahu va taologa inson o'zgina martabasi oshligidan sig'inishdan bosh tortadi? Demak, shu mulkni Allohga bo'ysundirishlikdan qaytargan shu mulkni Fir'avnga bo'lsin. Ana shunday tushunmoqimiz kerak. Boshqa mamlakatlarga borsangiz, bir safda birodarlar, bilmaysizki yoningizda katta bir peshvo odam peshonasini sajdaga qo'yib, yig'lab sizlarga sajda qo'ygan. Bir safda ular. O'zim men shu guvohim bo'lsinki, bir masjidda namoz o'qiyapsam, oddiy hamma odam barobar namoz o'qiyapti, xuddi mana namoz o'qiyapmiz deya hamma dunyodagi namoz bir odam. Shunda bir kishi bilan mening libosim boshqa bo'lganligi uchun shu libosimdan mehmonga berib ko'rishdim. Bu mana shu mamlakatdagi eng katta lavozimga olinadi. O'zimni ko'zimga namlandimki, haqiqiy podshohlarni podshohisan Alloh. Ey Alloh, senga mana shu podshohlar sajda qilgan. Haqiqatda kim o'zini qanday odam, podshohlarning podshohiga sajda qilgan odam. Ana shu mulkni shu Alloh subhanahu va taolo berganda e'tiqod qilish kerak. Va bu mulkni sajda qilgandan keyin mana shu Allohning bandalariga manfaati uchun xizmat qilmoqligi uchun bergan ishlar. Ammo u hayotning o'zida musulmonlar safidan, oddiy odamlar oldidan bosh tortib kimlar shunday bo'lgandan keyin u Allohning bandalariga hech xizmat qilmaydi. Mana bu narsa biz tushunaylikki, bu hadisning shu mazmuni agar kimda kim mulki, martabasi namozdan to'sgan bo'lsa, Fir'avn nima uchun ilohlik da'vosini qildi? Mulki unutilgan bo'lsa. Agar u oddiy bir kimsa bo'lganda, mumkin va shunday salohiyatli edi. Juda ko'p hayotda ko'ramizki, birodarlar, ba'zi bir kishilarning martabasi oddiy bo'lganda ibodatda bo'ladi. Hajga borishga vaqt qiladi. Hajga borib kelgan. Ammo bu narsadan dasor bosh tortadi. Mulki uning kibri, mulk kibri uni ibodat qilishdan bosh tortadi. Ana bu boshqa Allohga ibodat qilishdan bosh tortganlar bilan jahannamda birga bo'ladi. Va man shaghalahu anha riyasatu. Ana ba'zi o'rinda hadislarda Haman Fir'avnning vaziri. Riyosat va vazorati uning vazir bo'lgan. Shu podshohlikda turishligi, uning ibodatdan man qilgan bo'lsa, u Haman bilan bo'ladi. Ular orasida tartiblanadi. Ubayyunga qarab savdolar mushrik edi, dinsiz. Savdosi uni quvontirib shu savdo bilan qovur bo'ladi. Hammaga uchun bu kerak bo'lgan. Kimni savdosi namozdan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa, u Ubayyunga qarab bilan jahannamda bo'ladi. Biz bu narsani bilib qo'ymoqimiz kerak. Demak, insonni ibodatdan to'sadigan narsalarning hammasi mumkin.
bilangina aytib qo'yilgan so'zlar bo'lib qolmasligi kerak. A'zolar bilan o'tarib qo'yilgan amalning o'zi bo'lib qolmasligi kerak. Bu yerda Allohga xushu' tazarru qilishlik topilmagan holatda albatta topilishligi kerak. Namozda albatta zohiriy ko'rsatilgan amallar chiroyli suratda o'talishi kerak. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qiganlarda o'qishlikka harakat qilmoqimiz kerak. Chunki bizga namozni o'qish ta'lim bergan. O'qish ta'limlari asosida o'qiymiz. Namoz insonning quvonchi bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taologa munosabat qilish soat kelyapti deyish kerak. O'sha ibodat bilan lazzatlanish kerak. Har namozning soatiga juda ham e'tibor berib olishimiz kerak. Sunnat namozlarni xohlagan kishi masjidda o'qishni xohlagan uyga borib o'qishadi. Biz bu haqda rasmiymiz. Va ju'ila qurratu ayni bis-solat. Mening ko'zimning quvonchini namozda qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lib qolganda alihha biha ya Bilal. Namoz bilan ey Bilal meni bir rohatlantiring. Azon aytishlikka u kishi bir tezroq shoshilib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taologa munofiq qiluvchilarning eng ustozidir. U kishi namoz bilan rohatlanar ekan. Namozni o'qib bir rohatlanadi emas ekanlar. Namoz bilan rohatlanadi. Bir birodarlar, namozni og'ir vazifa o'tayotgandek bir qutulayotgan amalni tushunishimiz. Mana shu namozni bilan jannatga borishimiz lozim. Namoz bilan alihna biha ya Bilal. Shu namoz bilan meni rohatlantirib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amallarning eng Allohga suyumlisi nima degan savolga bittasiga javob berdilarki, as-solatu bi vaqtiha, vaqtida namoz o'qish. Shuning uchun ba'zi ulamolar Allohga amallarning eng suyumlisi vaqtida namoz o'qish deyilganligi uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu hadislarini hujjat namozni vaqtida o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Bu xufton namozidan tashqari. Xufton namozi farz qilinganligi afzal bo'ladi. Lekin jamoat masalan ruxsat bo'lganligi uchun namozni avvalda o'qishlikka ruxsat. Bu ham namozni vaqtida hisoblanadi. Lekin afzal vaqti xufton namozini sal qilish. Demak, biz namozning vaqtida o'qilishligi Allohga eng suyumli amallardan deb bilmoqmiz kerak. Salatun la yaqbalu minhu salat. Man taqaddama qawman wa hum lahu tabi'un. Wa rajulun ata as-salata dibara. Wa rajulun i'tabada muhafara. Sunan Abu Dawud'da keltirilgan. 3 kishining namozini Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi. Birinchi, bir odamlarga muqaddam bo'lib imom bo'lgan odamni umroq qilmaydi. Mana bu odamning namozini Alloh qabul qilmaydi. Ikkinchi odam namozga doim namozni dibara, ya'ni dibara buni namoz farz bo'lgandan keyin namozni vaqtini o'tkazib o'qiydi. Alloh subhanahu va taolo uni qabul qiladi. Va uchinchi kishiga o'zining ozod qilgan puli bor. Ozod qilganlarni yana shuni ozod qilmaganman deb pul qiladi. Mana bu odamning namozini Alloh taolo qabul qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni shu bilan o'qishlikka mana bu hadislarda yo'llanma berdilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblar bilan birga namoz o'qidilar. Namoz o'qib o'tirib turganlarida bir kishi namoz o'qiy boshladi. U ruku, sujudlarni tezda bajardi. Nihoyatda xuddi bir qush jon cho'qigandek tezda bajardi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki,
أمرنا هذا من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقل صلاته كما ينقل الغراب النام. ابن خزيمة الثاني صحيح هذا hadis pembaca kita. Malam itu ya sekarang kita. Agar kim şuna namaz okup ölürse yok. Muhammed Aleyhisselam'ın milletinden başka millet ölçeceğim. Namazını tuttu bir harba kontrol yerkenlik çok okuyacak. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını doğrusuyla yapıyor. Asıl nas sarfa ahli yasrifun salat. Onlar vakit mola olanların mola oluyor. Bir olanların işte en yaman oğlu var. O namazdan ordinallarına uğrayan. Oğlu ya Resulallah ki Resulü salatı. Ya Resulallah namazdan hangi şey olur? Orada da yuqimu ruku'aha ve la sucudaha ve la yuqimu sulbahu bil ruku'i ve sucud. Rukûsunu tamam kılıyor. Secdelerini tamam kılıyor. Ve ruku ve secdelerde birini rukudan türgende, secdeden türgende tik kılıyor. Tik kılarsa yazılıyor.